Bir podshoh og'ir xastalikka chalindi. Bir talay hokimlar bu dardni faqat shu xususiyatdagi insonning o'ti davolay oladi dedilar. Hukmdor darhol amr etdi. Podshohning mijoziga yaqinroq bo'lgan odamni izlay boshladilar. Oxiri shunday xislatga ega yosh o'spirin yigitni bir qishloqdan topib keltirishdi. Hukmdor yigitning ota-onasini chaqirtirdi. Ularga hadiyalar berib mamnun qildi va rizoligini oldi. Vakolatli qozilar podshoh esonligi uchun xalqdan birining qonini to'kmog'i uyg'undir degan qaror chiqarishdi. Berahim jallod darhol hoziru nozir bo'ldi. Shunda yigit osmonga qarab kulimsiradi. Bundan ajablangan shoh darhol o'zing o'limga ketyapsan. Beg'am bo'lib kulishingni boisini seni kim kuldiryapti deya so'radi. Shunda yigit podshohga qarab, bolaning erkaligini kim ko'taradi? Ota-ona. Meni ular hozirgina mol dunyo uchun o'limga sotib ketdilar. Davoni kimga qiladilar? Qozilarga. Qozi o'limimga fatvo chiqardi. Adolatni kimdan istaydilar? Podshohdan. Podshohga esa mening o'limim kerak. Shuning uchun osmonga qarab, ey Allohim, yolg'izning yori o'zimman deganding. Mana men yolg'iz turibman. Sendan boshqa sig'inadiganim yo'q deya kulib turgandim, dedi. Bu gaplarni eshitib, shohning qalbi erib, ko'zlaridan yosh oqdi. Bir begunohning qonini to'kib, yana qanchalik umr ko'rardim. Shunday yigitni o'ldirganimdan ko'ra, mening o'lganim ming chandon yaxshiroq emasmi? deya yigitni ozod qilishlarini buyurdi va uni yoniga chaqirib bag'riga bosdi. Yuz ko'zlaridan o'pib, yigitga hisobsiz darajada hadiyalar berdi. Aytishlariga qaraganda, yigitni ozod etgan hukmdor bir hafta ichida sog'ayib, yana bir qancha yil uzoq umr ko'rgan ekan. Buning hikmati shuki, marhamat qilganga Alloh ham marhamat qiladi. Kimki bir mazlumga shafqat ko'rsatsa, uni himoya etib qo'riqlasa, Alloh ham unga rahm qiladi. Shuning uchun hamisha shafqatli va marhamatli bo'ling.